Assalomu alaykum aziz do'stlar. 100 ming obunachisi bor, tayyor pul ishlaydigan yana bitta kanalimiz keldi. Xo'p, pul ishlaydi kanalimiz. 100 ming obunachisi bor, statistikalarni ko'rsatib o'taman. Xo'p, hozir ko'ramiz buni. 83 ming prosmotrga 11 dollar pul to'lamoqda. Kuniga shu 1 dollar atrofida pul borda do'stlar. Mana shunday holatda pul to'layapti. Statistikalar tashlagan, chunki video qo'yilmagan, video qo'yish kerak. Lekin orada bir 90 kun ichida bir 2 million prosmotr bo'lgan, qandaydir va 172 dollar pul ishlatdilar. Pullarni kesib yuborgan shekilli, chunki 100 mingdan obunachi kam bo'lsa pulni kesib yuboradi. Endi oshdi endi kesmaydi. Xo'p, 3 million prosmotrga jami shuncha pul ishlagan, 172 dollar. Yaxshi. Shu kanalim sotiladi. AdSense yo'q lekin ichida Turkiya AdSense bor. Tayyor pin kod, hamma yo'g'i kelgan Turkiya AdSense bor do'stlar. Mana. Ichida qanchadir pul ham bor ekan, tushunmadim buni. Bundaqa puli bor. Qancha u shunda? Last payment bundaqa bo'lgan ekan. Xo'p. Qo'mondaga puli bor ekan ichida. Bu qanaqa pul bu? Tushunmadim qarochi. Hozir bilamiz. To USDT. Bo'ldi. Hech qancha emas ekan-ku bu. 137 dollar deyapti. 137 dollar pul bor ekan. Endi bilmadim, egasi bilan gaplashamiz. Ichidagi pulni beradimi yo'q bilmayman do'stlar. Ichidagi pulni beradimi yo'q bilmayman. Gaplashamiz, va'da bermayman, chunki Turkiya AdSense ichidagi pulni berishiga va'da bera olmayman do'stlar. Lekin Turkiya AdSense bor. Turkiya AdSense bor do'stlar. Xo'p, 30-60. Hozir to'xtanglar-da. Lekin AdSense boshqa joyga ulangan ekan. Turkiya AdSense ulanmagan kanal. O'zingizlar yangi AdSense ochib olishlarga sotib olgan odam AdSense bo'lishi kerak, tushunarli-a? Sotib olgan, agar sotib olsanglar, sirazi AdSense'larga, O'zbekiston AdSense'larga o'zgartirib olishinglar kerak. Demak, staji bor odam olgani yaxshiroq. Hozir 1 minut. Xo'p, nima deydik do'stlar? Xo'p, qisqasi mana shu kanalim sotiladi, tayyor pul ishlaydi, ichida Turkiya AdSense bor, ichidagi Turkiya AdSense pulini bilmayman, lekin AdSense'larga beramiz 100%, lekin ichidagi pulini bizga yechib berasizlar, shu sharti bilan. Xo'p, umumiy holatda shu, kanalimiz sotilyapti. Kanal narxini aytadigan bo'lsak, 1150 dollar deyapmiz. Ya'ni egasi sal kelishamiz dedi. Kelishiga qarab narxini kelishamiz. Konkret oladigan odam bo'lsa, masalan, yozsa, misol uchun, shunga qarab kelishamiz do'stlar. Mana shu videoni aniq oladigan odam videoni linkini oylarda menga jo'natinglar. Xo'pmi? Telegram kanalim mana shu videoni kommentariyasida bo'ladi. Yo'q 99 lik 791 32 32 ga mana shu videoni linkini tashlab shu kanalda olmoqchiman deb keyin biz aloqaga chiqaman, birga gaplashib kelishib olamiz. Eng yaxshisi Telegram orqali yozsa yaxshiroq lekin. Bemalol statistika tashlab beraman. Video ostida eng past kommentariy bo'ladi-yu, kommentariyada Telegram kanalim linki bor. Salomat bo'ling.